Amerika Kengash Palata a'zosi Marco Rubio 7 aprel kuni Uyg'ur siyosiy qonun loyihasini tanishtirgan. Bu qonun loyihasi Amerika va boshqa davlatlarga Uyg'ur muhojir to'pliqlariga bo'lgan qo'llashni ko'paytirish, shundaqla Uyg'urlar uchrayotgan zulmga qarshi turib, ularning vaziyatini yaxshilash maqsadi bilan Amerika Kengash Palatasiga sunilgan yana bir qonun loyihasi bo'lib hisoblandi. Bu qonun loyihasi aslida Avam Palata a'zolaridan Yonkin xonim va Ami Bera tarafidan tuzilgan bo'lib, o'tgan yili 7 oyda Avam Palatasi tunishtirilgan va 9 oyda Avam Palatasi Tashqi ishlar komitetidan o'tgan edi. 5 aprel kuni Amerika Davlat Majlisi Xitoy ishlari komitetida Xitoy Kompartiyasi va Xitoy amaldorlari uzun yildan beri amaliylashtirib kelayotgan Xitoylashtirish harakatiga diqqat tortadigan bo'libmi Xitoyning Uyg'ur, Tibet va Mo'ng'ul qatorliq millatlarga yurgizilayotgan qo'sh tillik ma'arif nomi ostidagi ona tilni yo'qotish maqsad qilgan ma'arifi va uning avlodlarining tili va milliy kimligiga ko'rsatayotgan ta'sirini yanada cho'nqur tushunish maqsad qilingan bir guvohlik anglish yig'ini o'tkazildi. Türkiye Büyük Birlik Partisining raisi va parlament a'zosi Mustafa Dastici Türkiye Büyük Milliy Majlisida o'tkazilgan muxbirlarni kutib olish yig'inida 32 yil o'tib ketgan bo'lsa-mu, Barin qirg'inchiligida yo'qotgan qarindoshlarimizning hasrati helam yuragimizni azoblamoqda dedi. Mustafa Dastici bu yil Sharqiy Turkistonda yuz bergan Barin qirg'inchiligining 32 yillik ekanligini tilga olib mundaq dedi. Minglagan fuqarolar rahimsizlarcha o'ldirildi. Qirg'inchilikdan keyin Xitoy bexatarligini bahona qilib, rayonni minglagan saqchi va askarlar bilan qamal qildi va 10 mingdan ortiq Uyg'ur yoshni qo'lga oldi. Amerika to'qliq mashina ishlab chiqaruvchisi Tesla ishlab chiqarish kamchiligidan kelib chiqqan bexatarlik xavfi sababidan Xitoyda sotilgan 125 mingdan ortiq Model 3 markali elektronlik mashinani qaytarib keladiganligini e'lon qildi. Bayonotda 2019-yili 11 yanvardan 2022-yili 1-oyning 25-kunigacha ishlab chiqarilgan 125,785 mashinaning motorni kontrol qilish yumshoq detalining yangilganligini ko'rsatildi. Olam boshlig'iga tunji shaxsiy savdo vazifasi ijro qilindi. Bilet uchun $55 million to'lagan 3 kishi xalqaro olam punktiga berib ilmiy turlarni ishlaydi. Egilanishicha, SpaceX shirkati Amerikalik, Kanadalik va Isroiliyalik 3 nafar savdogarni Amerika olam qatnashi idorasining sobiq olam ushquchisi Michael Lopez Aligera bilan birga olam boshlig'iga yo'l solgan. Yaponiya hukumati Rossiyaning Ukrainaga qarshi urushidan keyin diplomatlarni o'z ichiga olgan 8 Rossiya amaldorini qo'g'lab chiqarishni qaror qildi. Qarorga asosan Rossiyaning Tokiodagi bosh elchixonasi va savdo vakillaridan Rossiya diplomatlarini o'z ichiga olgan 8 kishi surgun qilinadi. Biz 1945-yili 4-oyning 8-kuni qurilgan Sharqiy Turkiston Milliy Armiyasining 77 yillik xotir kunini iftixorlangan holda tabriklaymiz. Qahramon ajdodlarimizni va shahidlarimizni rahmat bilan yod etamiz. Sharqiy Turkiston Milliy Armiyasi 2-Sharqiy Turkiston Jumhuriyatining rasmiy qurolli qismi edi.